Assalomu alaykum. Mana biz bugun 8-avgustda biz hozir Xorazm viloyati Urganch tumanidamiz. Shokir og'amizni issiqxonalarida mana nima deydi, yozning issig'i bo'lishiga qaramasdan limon ko'chatlari ekyapmiz. Ana endi limon ekish texnologiyasiga bir og'iz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana Shokir og'amiz pushta qilganlar. Endi pushtada ekish to'g'ri usul hisoblanadi, lekin pushtani ekish usulini o'rgatib beraman. Mana hozircha belgi qo'yib chiqqanlar, mana buni qozamiz. Bu pushta bizga hozir yordam beradi ekishga. Mana ko'chatni bu yerda biz tubini balandligini ham hisobga olamiz. Chunki ko'chatimiz masalan 15 kilo o'rtacha og'irligi bilan kelgan. Xullas biz ko'chatimizni nima deydi, yer sathidan mana oyog'im tayin ko'rsatib o'tamiz. Yer sathidan birozgina baland ekmoqchimiz. Mana marhamat, ko'chatni olib keling. Mana yerga o'tkazib qo'ying-da, plyonkasini kesing. Plyonkasini. Mana yana bir ko'chatchilikning siri, mana shu plyonkani kesishda hisoblanadi. Mana bunday kesib, mana bunday yig'ishtirib olinmaydi. Ko'chat keskanda mana tagi to'liq kesiladi. Mana to'liq kesilganda ham yana mana tortilib qoldi. Demak, pastki qismlari ham kesiladi mana. Qayergacha kesib olinsa mana. Yaxshilab e'tibor beringlar. Hozir bu zaximizni mana yozuvimizni ishchilarimiz ko'rib o'tiribdi mana. To'liq kesib bo'lgandan keyin cho'l qo'ygan holatida mana oyog'imizni birini salafanning ustiga qo'yamiz qizlar. Ko'rdingizlarmi? Salafanning ustiga qo'yib mana qo'limiz ikkita. Ikki qo'lni mana bir qilib, mana qaranglar. Ikki qo'lni bir qilib shundoq ko'chatni olamiz. Ko'chatni olib turib, mana shu qazilgan yamani o'rtasiga qo'yamiz. Mana. Endi ko'chatni yamani o'rtasiga qo'ydikda mana yana yer sathini tushuntirib o'tamiz mana. Mana yer sathidan 5-6 cm keling 10 cm ko'chatimiz balandda turibdi. Keyin mana avgust oyini issiqligini masalan hozir ham temperatura mana terlab turibmiz. Kamida 40-42 ligini hisobga olib, bunga masalan mineral o'g'itlar, bu chirigan go'ng, iloji bo'lsa biogomiz ham solmaslikka harakat qilamiz. Nima uchunki bu narsalar qizdirib qo'yishi mumkin. Ularni keyin yil davomida solishimiz mumkin. Mana hozir ko'mishni ko'rsatib beraman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Ko'mayotganda mana ko'mamiz. Mana yana bir narsaga e'tibor beramiz. Ko'chatni ko'mayotganda mana yarim tuproq tashlab mana tikligini inobatga olamiz. Ko'chat tik turish kerak bo'ladi. Keyin o'sha ko'chatni ko'mayotganimizda o'zini o'sha masalan qoradan kelgan tuprog'i bor-ku masalan, o'sha tuprog'i 5-6 cm gina ko'milsa yetarli hisoblanadi. Mana. Atrofiga mana kamida 10 cm yama bo'lib hisoblanadi. Mana shu bilan ko'chatimiz ekildi. Mana ko'chatimizni tutishiga kafolat oldindan qanaqa? Masalan, o'sha xom mana novdalarimiz mana yaqindan oling. Hatto xom novdalarimiz ham shu Buxorodan to'y yetib kelguncha Xorazmga so'lmagan. Bu deganiki mana kichik novdalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana. Bu deganiki demak ko'chat sog'lom yetishtirilgan va qo'rqmay ko'chatimizni eksa bo'ladi. Xullas, birinchi darsimiz mana shu. Hozir yana ikkinchi darsimizni alohida ko'rsatib o'tamiz.